Shavkat fermer xo'jayini raisiman. 18 gektarga bug'doy ekkanmiz mana. Xudo xolasa bug'doylarimiz yaxshi. Shu 80-90 sentnerga olib borish harakatidamiz. Xudo xolasa haligi bug'doylarni yaxshi daromad qilsak, kam ta'minlangan oilalarga, mana mahalla obodonchiligiga yordam beramiz, xudo xolasa. Suvchilarimizga, ishchilarimizga tonnalab endi bug'doy beramiz, ipak o'rtib tishyapti, ularga beramiz. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Paxtalaringiz? Paxtamiz ham mana 16 gektar paxtamiz bor. Mana xudo xolasa chiqdi, 76 sel sxemada ekildi. Mana muhtaram prezidentimizga, hokimimizga rahmat, yordam berib, mana paxtalar tekis chiqib qoldi. Eng kamida 55, 60, 70 sentnergacha olishga harakat qilyapmiz. Iloji boricha olamiz shu sentnerni.